Allah'ın Al-Mu'iz, Al-Muzil degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlığa Ustaz Abduveli Qari Rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuri astida Allah Subhanahu ve Teala'nın güzel isim sıfatlarının tefsirleri dersliklerden Allah'ın Al-Mu'iz, Al-Muzil degan isim sıfatları haqida to'xtalamiz inşallah. Ba'dahu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın Al-Mu'iz, Al-Muzil degan isim sıfatları haqidagi tafsirlar. Allah'ın bu isim sıfatları Kur'an'da bir qancha yerda tilga ilingan. Al-Mu'iz, Al-Muzil aziz qilg'uchi ve xor qilg'uchi. Allah Subhanahu ve Teala haqiqiy podshohlikni xohlagan bandasiga berib aziz qiladi, xohlagan bandasidan tortib ilib xor qiladi. Haqiqiy podshohlik degan nima? Xorlikdan qutulish haqiqiy podshohlik bo'ladi. Allohdan boshqaga muhtoj bo'lmasdan yashagan kishi haqiqiy podshohlikni qo'lga keltirgan bo'ladi. Shahvatini mag'lub qilgan bo'lsa ham haqiqiy podshohlikni qo'lga keltirgan bo'ladi. Allah Subhanahu ve Teala bir kishining qalbini echib, uningga qanoat ne'matini bergan bo'lsa va u ne'matni qo'lga keltirish jarayonida uningga qarshi kuchning hammasini yengan bo'lsa, Allah Subhanahu ve Teala'nın o'zidan madad tilab din yo'lida harakat qila oladigan ne'matini bergan bo'lsa, Allah uni aziz qilib dunyoda podshohlik bergan bo'ladi. İnşallah oxiratda o'ziga yaqin qilish bilan aziz qiladi. İnsanning qalbida har qanday din yo'lida qilayotgan harakatidagi qo'rqish ve dahshatlarga asoyishlik qalbi bilan javob qila oladigan bo'lsa, haqiqiy podshohlik nisb bo'lgan bo'ladi. Har bir narsada asoyishlik bilan din qarshi bo'layotgan kuchlarga bemalol, xotirjam bo'lib javob qila olsa, buningdan tashvish qilmasdan iymoniy qalbini Allah Subhanahu ve Teala bendiga nisb qilgan bo'lsa, qiyomat kuni Ya eyyuhan nefsul mutmainneh irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyyeh. Tercümesi: Ey aram tapqıcı can, sen Rabbinden memnun, Rabbin senden razı bo'lgan holda uning dergahı qaytqin deb Allah Subhanahu ve Teala bendini cennetga daxil qiladi. Kimiki bütün xalqqa herismenlik ko'zi bilan qarsa, hatta xalqqa muhtoj bo'lib qolgan bo'lsa, o'ziga herismenlikni hukmron qilib olgan bo'lsa, hatta o'zidagi yetarlik narsalarga qanoat qila olmagan bo'lsa, bu ko'rinishda podshoh bo'lsa ham Allah xor qilgan odam hisoblanadi. Bende aziz qilg'uchi va xor qilg'uchi faqat Allah Subhanahu ve Teala bo'ladi deb bilgandan keyin izzatni Allohdan so'rasin va xorlikdan panoh tilsin. Hamda izzatni qo'lga keltirishga harakat qilish kerak. Dunyodagi ba'zi xor kishilar o'zini aziz deb xiyol qiladi. Ba'zi Allohning huzurida aziz bo'lgan kishilar borki, kishilar bilmasdan ularni xor insonlar deb o'ylaydi. Mana bende bu ikki sifatni bilgandan keyin Allah Subhanahu ve Teala'nın huzurida aziz bo'lishga harakat qilib, Allohning huzurida xor bo'lib qolishdan ehtiyot qilib yashash kerak. Kur'an ve hadislerde Allah'ın bu isim sifatlariga aloqador tövendeki mazmunlar tilga ilingan. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerden tercümesi Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq deydi:
bir mu'minning o'zini xarlashi halol bo'lmaydi deganda sahobalar ey Allohning payg'ambari o'zini xarlash degan nimani ko'rsatdi deb so'raganda payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq deydi: o'zi taqobil turolmaydigan baloy ofatlarga o'zini etish deb javob berdi. Şeyh Albani Silsilatul Sahiha 172. Sure Munafiqun 8. ayetida A'udhu billahi mineşşeytanirracim. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Tercümesi: Ula yani münafıklar Medine'ye qaysak en aziz adam yani Abdullah ibn Ubey ve münafıklarının özlerini demekçi. En xar adamni yani Resulullah'ni müminlerini demekçi. Medine'den çıkırıp etidu deyişidu. Galibe Allah'a, Allah'ın peygamberiga ve müminlerge mensup. Lekin münafıklar galibinin Allah'ın düşmanlarına emas, dostlarına mensup ekanligini bilmaydi. Tirmizi rivayet qilgan hadisda payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq deydi: aql parasatli kishi degan o'zidan doim hisob oladigan, oxirat uchun yaxshi amallarni qiladigan kishidir. Nafsi xohishiga berilgan iqtidorsiz kishi bo'lsa, havoyi havaslarga ergashgan, Allah'ın rahmetining kengirligi haqida quruq arzu armonlarni qiladigan kishidir. Elhamdülillah. Yuqorida Ustaz Abduvali Qori rahimahullahning Qur'on va sunnat nuri ostida Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining tafsiri darslaridan Allohning al-Mu'iz, al-Muzil sifatlarining tafsirini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallahu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.